Assalamu alaykum. Ben Alim Ahad. Şinjan Üniversitesi Matematika İnstitutu'nun o'qituvchisi. Ben 98-yil 6-ayda Uyghur Soğuk şirketini kurgan, hazır kadar devam ettirip kelyapman. Ben mushu energiya programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan va sizlarga o'zimningki mushu jarayonni qo'lga keltirgan bir qism natijalarimni deyish fursatiga erishganligimdan nihoyat xursandman. Men Uyghur So'p şirketini qurgan mezgillarda davlatimizning ichki va sirtida kompyuter texnikasida bir o'zgarish yasayotgan, yana bir to'lqin yasayotgan mezgilga duch keldi. Yana ilgariki MS-DOS mashg'ulot sistemasidan Windows davriga almashayotgan mushta bir paytda bizningki shu Uyg'ur til yoziqidagi qo'lga keltirgan natijalarni yangi bir sistemaga o'tkazadigan mushta bir bosqichga to'g'ri keldi. Ilgariki bizning ustozlarimiz kompyuterda nurg'un natijalarni yaratgan edi. Ammo bu har bir texnika yoki yumshoq detalning bir hayotiy kuchi, bir ma'lum bosqichi bo'lg'achqa, shu vaqtlarda dunyoda shu yangi texnik inqilobini kompyuter sohasidagi shu yangi bir sistema Windows barliq kelgandan keyin nurg'un narsalarni bu yangi supuqqa o'tkazish ehtiyoji tug'ildi. Uyg'ur So'p şirketi mushundaq bir tarixiy sharoit qurilgan, ammo u vaqtda diyorimizda bo'lsin, davlat ichida bo'lsin, hozir hammalar tunishlik bo'lgan, masalan, Jingdong şirketi, Baidu şirketi, Tencent şirketi, Amerika Google şirketi, ham Tangliqbay Mayun qurgan Alibaba şirketi mata qurilgan mezgillar edi. Bizning diyorimizda taqa shirkat hukumu taz aniq bo'lmayotgan, oilalarda kompyuter umumlashgan mushta bir davrda biz kompyuter yumshoq detallarni ishlab satamiz degan bir maqsadda biz o'tirib chiqqan. Amaliyotda mening bu orzuyim 96-yilda tiklangan bo'lib, oliy maktabni o'qish bitirgan vaqtimizda biz savodashlar xotirasiga men mushtaq orzuyimning bog'liqini yozib ekanman. Mening bu orzuyim dal 2 yildan keyin amalga oshdi, ammo bu shirkat qurilgandan keyin bu taxi ishninki putganligi emas, balki ishninki boshlanganligi, jafo mushaqqatninki amdil boshlanganligini darak beradi. Chunki shu davrlarda bizning hukumat organlaridami, banka, pochtaxona qatorliq muhim organlardan boshqa organlarda kompyuter orqali ish bajarish umumiylik odatga aylanmagan. Oilalarda kompyuter umumlashgan mushta bir qiyin sharoit edi. Yumshoq detallarni setish uchun cho'qim oilalarda kompyuter umumlash kerak. Buning uchun biz shu vaqtida Tang'ataq jurnallar birlashib, kompyuter dunyosi degan jurnalni vujudga keltirdik. Ham ilgariki bir necha yil men jurnalniki bosh ijroiya muharrir bo'lib, shu jurnalniki ishida kompyuter bilimlarini tashviq qildim. Undan keyin 99-yildan boshlab 2002-yilgacha Xinjiang televiziya stansiyasi, Urumchi televiziya stansiyasi, Urumchi kechki gazeti, Xinjiang xalq radio stansiyasi degandek har qaysi taratqularda kompyuter asos bilimlarini dars so'zlab kishilarniki kompyuter qiziqligini yuqori ko'tarishga azroq bo'lsa-mu turtki bo'la oldim. Shundan keyin kompyuter sotib olganlar, yumshoq detal ehtiyoji bo'lganlar ko'payishga boshladi. Bizniki shu vaqtdagi orzuyimiz shu Uyg'ur til yoziqini kompyuterning har qaysi sohalarda keng qo'llanish fursatiga erishtirish edi. Ya'ni yangi mashg'ulot sistemasi Windowsda Uyg'ur tilini ravon bartaraf qilish shu orzuyimiz bo'lg'achqa, shu 98-yilning oxirida Windows'dagi Uyg'urcha kirgizgich al-katibni yasab chiqdim. Ham yana Uyg'urcha, Qozoqcha, Qirg'izcha xat nusxalarini yasab, buni xat nusxalarini ko'paytirdik. Undan sirt yana shu Uyg'urcha imlo tekshirish iqtidoriga korrektorlik yumshoq detalni yasab, Uyg'ur tilini kompyuterda bartaraf qilishningki dastlabki asosini hozirlab chiqardik. Undan keyin davomli tirish orqali necha million so'zlik ega Uyg'ur so'f lug'atini nashrdan chiqarib taqatdiq. Demak, bizniki shu 2005-yilgacha qilgan ishlarimizning hammasi Uyg'ur til yoziqi munosabatli yumshoq detal bo'lib, kompyuterning har qaysi sohalarda keng qo'llanishga boshladi. Lekin bizning orzuyimiz shu Windows mashg'ulot sistemasida Uyg'ur tilini tegidan, yadrosini qo'llash ham shu ekran uchurlarini tarjim qilish bo'lg'achqa, biz bu nishonimiz uchun ilgari bir necha qatam Microsoft bilan aloqalashgan bo'ldik. Bu orzuyimizga biz 2010-yilning boshlarida kelgancha yetdik. Ya'ni Microsoft'ningki shu qoyil qilgandan keyin biz Windows 8da bir hozir qadar Windows 10 degandek va shuning munosabatlik Microsoft'ningki boshqa mahsulotlarni yerliklashtirish ijozatnomasiga erishgandan keyin ularning mahsuloti bo'lgan Windows 8, 8da bir, Windows 10, shuningdek yana boshqa Xbox degandek nurg'un mahsulotlarda Uyg'ur til yoziqini tegidan qo'llash shu ishlarni
biz üstümüzge ishladik, ham ekran uçurlarını tercüme qilib chiqdik. Bu natijalar 2012-yildan boshlab hozirga qadar Amerika Microsoft shirkati tarafidan tarqatilyapti. Biz yine onundan başqa yana şu banklarda işletilgan pul elish uskunalari, andan aerodromda işletilgan Uyg'urcha, inglizcha, xanzucha radio anglitish yumshoq detali degandek sistemlarni yasadik. Yine hükümet organlarınınki, her qaysi taraflarınınki, mesela cümleden Şinjan Xalq Radio Stansiyasi, Merkezi Xalq Radio Stansiyasi, Ürümçi Xalq Radio Stansiyasi degandek organlarınınki maqala sistemasi ve münasibet tor bekatlarını işlep keldik. Demek bularning hammasi mushu Uyg'ur tilli yoziqiniki kompyuterdagi qo'llanish mush jihatda asosini texman puxtaladi. Bo'libmi 2012-yilga kelgan chaqda Windows Uyg'urcha tarjima qilinib, e'lon qilingandan keyin bizning ardoqimiz chiqdi. Ammo biz bu arzumuz yetgandan keyin biz davomli o'zimizningki yana o'ylagan ishlarni arzusi bo'yicha biz yangi ishlarni qilishni boshladik. Yana 2006-yildan boshlab biz o'zimizningki bu natijalarni odatdagi an'anaviy bir dona kompyuterdan internet sohasiga o'tkazdik. Yine Uyg'ursoft lug'atniki tor bekitini qurib 2006-yildan boshlab hozirga qadar 10 yil bo'ldi. Haqsiz mulozimat qilib kelyapmiz. Ondan keyin 2013-yilning oxiridan boshlab biz unidor lug'atni yasab chiqib, yana keng shu ko'chma internet, yana ko'chma supida ishlatilganlar uchun biz lug'atimizni bu yangi supaga o'tkazdik. Demak, bularning hammasi biz o'zimizningki an'anaviy shu kasbini bara-bara hozirgi kompyuter texnikasidagi internet sohasiga o'tkazgan bo'ldik. Endi bu mahsulotlar hammasi asosan naqsi bo'lib, internetga shu ko'chgandan keyin uningki doirasi texnik keng bo'ldi, ishlatgan odamlarmi texnik ko'p bo'ldi. Masalan, oddiy misolni olsak, buning ichida biz oldingi e'lon qilgan Uyg'ursoft haqsiz imlo tekshirish quroli chiqqandan keyin hozir har kuni 2000 dan 3000 gacha odam buni ishlatadi. Her qatim söz tekshirgan chaqda 2000 dan 3000 gacha so'zliklarni tekshirar ekan. Demak, bir yilda biz 1 milliard Uyg'ur so'ziningki imlosini tekshirib ko'rdik. Men texi 1 milliard pulni ko'rib baxmadim, ammo lekin 1 milliard so'zlikni ko'rdim. Necha million pulni ko'rib baxmadim, lekin mening unidor lug'atimda yilda necha million so'zlik izdildim. Demak, men mushu natijalarimdan intayin xushal. Chunki odam o'zininki erishgan natijalari yoki o'qigan kasbi yoki diplom kenishliklardan boshqa eng muhimi jamiyat uchun azroq bo'lsin qila olgan bir yaxshi ishidan intayin suyunadigan gapkan. Shunga men keng yoshlarniki fursatni ching tutib, hozirgi yangi texnikaga moslashib, bo'libmi shu hozir gullanayotgan internet kasbiga alayda ishtiyoq bog'lab, o'zininki an'anaviy ilgari qilayotgan kasblarni mush sohaga o'tkazib baqsa deganni men bakma umid qilaman. Chunki oldingi yili men Alim Tor darsxonasini ta'sis qilib, o'quvchilarga haqsiz dars so'zlab kelyapman. Buningdami shu bir qancha oy qolmaylar mening o'quvchilarim soni 10 mingdan oshib ketdi. Men hozirga qadar Şinjan universitetida ishlayotganim 20 yil bo'ldi. Bu jarayonda 2000 yaqin o'quvchilarga dars berilgan edim. Lekin men internet darsxonasi qurgandan keyin qisqa necha oy ichida mening o'quvchilarimning soni Şinjan universitetidagi o'quvchilarning soniga tenglashib qoldi. Hatto kuniga 5-10% dan oshib mengayotdi. Demak, men mush o'zimniki yangi bir supusni foydalanib turib, texnik ko'p kishilarga o'zimning o'rgangan bilimlarimni yetkazganligimdan intayin xushalman. Balkim men yana bu o'zimniki Tor darsxonasida kompyuter bilimlaridan boshqana o'ttir boshlang'ichdagi keyin matematika bilimlarini so'zlash oldida turibman. Demak, meniki o'ylaydiganim har qatim bir natijani qo'lga keltirganda men yangi bir orzuda bo'ldim. Yangi ishlarni xayol qildim. Ham darhol harakatlandim. Ham bir ishni to'liq qilib bo'lgandan keyin aniki yana birisiga bunda almashdim. Shung yoshlarniki bir ishni boshlagan chaqda hargizmi yarim yo'lda to'xtab qolmasligi, bal qo'yatmasligi, oxirgacha natija chiqqan qadar tirishchilik ko'rishni bak umid qilaman. Chunki bizning hozir diyorimizda bunday fursatlar bak ko'payib Agar igilik tiklash arzusidagi yoshlar bo'lsa, menimcha men yana internetni tavsiya qilaman. Chunki internetda shu internet ulangan bir yuqori saplamali kompyuter bilan bir necha kvadrat ishxonada bu ishni amalga oshirib bo'ladi. Bunga ko'p mablag' ketmaydi. Nurg'un kishilar mana hozir internetdan foydalanib, texnik ko'p yaxshi mulozamatlarni qilyotdi, ham iqtisodiy asosini yaxshilayotdi. Masalan, har qaysi tor bekatlar, munbarlar, salonlar qurilib, kishilarga nurg'un foydali uchurlarni taqdim etdi. Shunga keng yoshlarniki mushundaq fursatdan unumli foydalanishni umid qilaman.
Endi hozirga qadar shu men boshdan kechirgan 20 yil jarayonida, ya'ni internet bizningki Şinjanğa kirgiliga 20 yil bo'ldi. Shu 20 yil jarayonida internetninki surati biz dastlabda 14.4 kilobit modemdan to'g'ri chiqqan bo'lsa, hozir ishxonada, oilalarda 100 megabitlik optik nur kabel bilan to'g'ri chiqyapmiz. Demak, to'rning surati hozir necha ming asa tezlashdi degan gap. Şoňa internet emniyeti bir kengri sahna, hamma odamga adil, baravar muomala qiladigan bir sahna. Hamma odamningki boshlanish nuqtasi o'xshash bo'ladigan bir sahna. Şoňa mush yoshlarimizning agar kompyuter sohasiga kirishib, internetda bir yangi ish qilaman deydigan, cho'qim atrofliq bilim egallashib, o'zini to'xtamay yanglab turishini balki umid qilaman. Chunki kompyuterdagi mush texnikalarning yangilishi intayin tez bo'lib, buning uchun kirishga odam cho'qim kitob o'qishni, material ko'rishni o'ziga odat qilish kerak. Şoň ahirda aytganim men shu energiya programmasi orqali o'zimningki qo'lga keltirgan bir qism natijalarim orqali bir qism yoshlarga o'zimning o'ylaganlarimni davalish fursatiga erishganligimdan intayin xursandman. Bu programma gruppasiga ko'p rahmat, to'rdashlarga rahmat.